Erim yaxshi inson, Xudoga shukr. Uyim deydi, bolam deydi. Tong sahardan kechgacha tinim bilmaydi. Rozxorimiz butalarim sog'-salomat. Hammasi joyida. Tashqaridan qaragan har qanday odam baxtimga havas qilishi aniq. Lekin ichimda nimadir yetishmaydi. Buni hech kimga tushuntirib berolmayman. Kecha hamma shirin uyquga ketganda men shiftga tikilib chiqaman. Yuragimda allaqanday tosh osilib turganday go'yo. Ba'zan nafas olishim qiyinlashadi, boshim aylanadi, butun dunyo ko'zimga qorong' quyunadi. Enga aytsam, charchagansanda xotin, ko'p oylanaverma, deydi. U meni tushunmaydi. Azob berayotgan narsa ichkarida juda chuqurda. Uni hech bir vengen ko'rsata olmaydi. Doxtirma-doxtir yurishdan ham foyda bo'lmadi. Bir uyim qog'ozga allambalo tashxislar yozib berishdi. Dorilarning esa hisobi yo'q. Hech qanday foydasi bo'lmadi. Aksincha o'zimni yanada yolg'iz va tushunarsiz his qila boshladim. Bir kuni qo'shnimiz Feruza opa holimni so'rab chiqdi. Unga ham dardimni to'liq aytolmadim. Shunchaki emzam yoqroq deb qo'ya qoldim. U esa jilmayib sizga doxtir emas tabib kerak dedi. Mahallamizning yuqorisida Solih bobo degan kishi bor. Dam soladilar. Qo'llari yengil. Bir borib ko'ring, balki dardingizga shifo toparsiz deb qoldi. O'sha paytda bu gapga unchalik e'tibor bermadim. Tabibmi 21 asrda deb o'yladim. Lekin tunlari uyqusizlik, kunduzlari behollik jonimdan o'tib ketgandi. Oxiri o'sha Solih boboni izlab borishga qaror qildim. Yo'lakay ming bir xayolga bordim. Qanday odam ekan? Yordam bera olarmikin? Yoki vaqtim bekorga ketadimi? Eshikni taqillatganimda ichkaridan nuroniy soqollari oppoq, ko'zlarida allaqanday mehrvayinlik mujassam bo'lgan bir chol chiqdi. Bu Solih bobo edi. U meni ko'rishi bilan hech narsa so'ramay, "Kiring, qizim, kelishingizni kutib turgandim", dedi. Hayron bo'ldim. Lekin uning ovozidagi xotirjamlik meni o'ziga tortdi. Uyi juda oddiy, lekin ozoda edi. Havoda turli yoqlarning yoqimli isi anqib turardi. Meni stulga o'tkazib, ozroparamga o'tirdi. Uzoq vaqt yuzimga tikilib turdi. Men ongsizlanib nima deyishni bilmay yerga qaradim. "Xo'sh, qizim, aytingi, dardingiz nima?" dedi u yumshoq ohangda. Men odatdagidek boshim og'rishini, yuragim siqilishini ayta boshladim. U esa gapimni bo'lib, "Yo'q qizim, siz menga tanangizning dardini aytmang. Siz menga qalbingizni dardini ayting. Ko'zlaringiz hammasini aytib turibdi, lekin tilingiz boshqa narsani so'ylayapti", dedi. Shu payt ichimda nimadir uzilganday bo'ldi. Yillar davomida yiqilib qolgan alamlar, tushunarsiz hislar ko'zimdan yosh bo'lib otilib chiqdi. O'zimni to'xtat olmadim, uzoq yigiladim. U esa jingini kutib turdi. Bir ogiz ham sozmadi, yupatmadi. Shunchaki mening dardimni jimina tingladi. Bu sukunat minglab tasallus sozlardan ham kuchliroq edi. Men birinchi marta kimningdir meni chindan ham tinglayotganini, tushunayotganini his qildim. Yedan to'xtaganimdan keyin u qo'liga Qur'on olib, boshim uzra oyatlar o'qiy boshladi. Uning nafasi yuzimni silab o'tarkanarkan, butun vujudimga allaqanday yengillik va xotirjamlik taraldi. Uning qo'llari boshimga tekkanda, xuddi yillar davomida yelkamda yuk bo'lib turgan dard asta-sekin yo'q bo'layotganday tuyuldi. Oxa kuni uyga qanday uchib kelganimni bilmayman. Og'zimni ancha yengil his qilardim. Erim kechqurun kayfiyating yaxshi-ku, dorilaring yordam berdimi, dedi. Men shunchaki jilmayib qo'ydim unga. Solih bobo haqida aytmadim. Bu mening sirim, mening xotirjamlik manbaim edi. Shundan keyin men tabibning oldiga tez-tez qatnaydigan bo'ldim. Har safar borganimda turli bahonalar o'ylab topardim. Goh boshim og'ridi, goh belim. Lekin aslida menga uning dami ham, giyohlari ham kerak emasdi. Menga uning ozi, uning suhbati, uning nigohlari kerak edi. Biz soatlab gaplashardik. Men unga hech kimga aytolmagan sirlarimni, orzularimni, qo'rquvlarimni aytardim. U esa meni diqqat bilan tinglardi. U meni koyimasni muhokama qilmasdi. U shunchaki tushunardi.
U menga o'zimning kim ekanligimni, ayol ekanligimni, nafaqat ona va rafiqa, balki osqislari oz dunyosi bor inson ekanligimni eslatdi. U mening yo'qotib qo'ygan qalbimni topdi va uni avaylab mehr bilan parvarishlay boshladi. Uning yonida vaqt qanday o'tganini sezmay qolardim. U menga turli kitoblar haqida, inson ruhiyatining sirlari haqida gapirib berardi. Erim bilan esa suhbatimiz rozxor tashvishlardan, bolalarning maktabidan nariga o'tmasdi. Solih bobo bilan esa men butunlay boshqa olamga tushib qolardim. Uning yonida o'zimni ozod, yengil va eng muhimi, kerakli insonday his qilardim. Asta-sekin u menga nafaqat tabib, balki erkak sifatida ham yoqayotganini sezib boshladim. Uning ko'zlariga qaraganimda yuragim hapriqib ketardi. Uning qo'llari tasodifan qo'limga tegib ketsa, butun tanamni iliqlik qoplardi. Buni u ham sezardi, aminman. Ba'zan u menga shunday tikilib qolardiki, o'sha nigohlar ostida erib ketay derdim. Uning nigohlarida nafaqat mehr, balki so'kinch talpinish bor edi. Bir kuni u menga qarab, bilasizmi, siz kasal emassiz. Siz shunchaki unutilgansiz. O'zingiz tomonidan unutilgansiz. Qalbingiz gul kabidir. Agar unga mehr berib sug'orib turmasangiz, u solib qoladi, dedi. O'sha kundan boshlab munosabatlarimiz butunlay o'zgardi. Biz endi tabib va bemor emasdik. Biz bir-birining qalbiga yo'l topgan ikki inson edik. Uning yoniga borish men uchun bayramga aylandi. Men u uchun eng chiroyli kiyimlarimni kiyardim. Ko'zguga qaraganimda u yerda o'sha eski mayus ayolni emas, balki ko'zlari yonib turgan baxtli bir juvonni ko'rardim. Erim mendagi o'zgarishlarni sezmasdi. U uchun hali ham o'sha eski itoatkor xotin edim. Balki sezsa ham e'tibor bermagandir. U muhimi, qozoni qaynab tursa, kiyimlari toza bo'lsa, bolalari toq bo'lsa, pas mening ichki dunyom uni hech qachon qiziqtirmagan. Men gunoh qilayotganimni bilardim. Vijdonim ba'zan qiynardi, axir men turmushga chiqqan ayolman, farzandlarim bor. Lekin Solih boboni o'ylaganimda bu sekinardi. U mening hayotimga rang olib kirdi. U menga yashash uchun sabab berdi. U meni o'zimga qaytardi. Nahotki bu gunoh bo'lsa, nahki ayolning baxtli bo'lishga haqqi bo'lmasa, endi men uning yoniga borganimda eshikni yopib soatlab suhbatlashamiz. U qonlarimdan tutadi, sochlarimni silaydi. Uning har bir tegishi men uchun shifo. U meni sozlar bilan erkalaydi. Shunday sozlarki, ularni erimdan hech qachon eshitmaganman. U mening aqlimni, fikrlarimni, ruhimni sevadi. Bunday muhabbat oldida jismoniy yaqinlik ikkinchi darajali bo'lib qolarkan. Bizning sirimizni hech kim bilmaydi. Bu faqat ikkimizga tegishli bo'lgan kichkina olam.